IELTS speakingiz 5,5 dan ko'tarilmayaptimi? Videoni oxirigacha ko'ring, sizga O'zbekistonda birinchi bo'lgan Founders AI Speaking ilovasidan qanday qilib samarali foydalanish yo'llarini va 7+ ga qisqa muddatda chiqish sirlarini o'rgatamiz. Ilovada 400 dan ortiq real speaking IELTS savollari bor, lekin ularni tartibsiz ishlash aslo mumkin emas. To'g'ri yo'l, agar bugun environment mavzusida gaplashmoqchi bo'lsangiz, navbat bilan keting. Avval part 1 dagi savollarga javob bering, keyin aynan shu mavzudagi part 2 va part 3 savollarini tanlang. Chunki miyangiz bitta mavzu bo'yicha lug'at boyligini jamlaydi. Har xil mavzularga sakrash esa miyangizni chalg'itadi. Ko'pchilikning xatosi ilovaga kirishi bilan full mock bosishi. Tayyorgarliksiz imtihon topshirsangiz, natija umuman ko'rmaysiz. Undan ko'ra, misol uchun, dushanbadan chorshanbagacha faqatgina alohida partlar ustida ishlang. Payshanbadan shanbagacha lug'at va sample javoblar bilan shug'ullaning. Xatolaringizni ham tahlil qiling. Mana yakshanba kuni endi full mock topshirsangiz bo'ladi. Shunda ballingiz past chiqib, motivatsiyangiz o'lmaydi. Ilovada mingdan ortiq har bir savol uchun alohida tayyorlangan namuna javoblari va lug'atlar bor. Shunchaki gapirib ketavermang. Avval namunani o'qing, yaxshi iboralarni not qilib yozib oling. Ularni o'z javoblaringizga qo'shib, AI feedbackni tekshiring. Yodlab olmang, o'z fikringizga moslashtirib praktikasingiz yetarli. Standart va premium foydalanuvchilar uchun maxsus yangilik. Endi faqatgina speaking emas, balki full CGI mock topshirish imkoniyati ilovamizda bor. CGI mock saytimizda 3 ta sectionni tugatasiz va ilovada alohida full speaking topshirib, natijangizni shu zahoti ko'rsangiz bo'ladi. Bu xuddi $200 real IELTSni uyingizda o'tirib topshirgandek gap. Ilovaning leaderboard bo'limiga kirsangiz, qanday qilib pointlar yig'ish haqida batafsil tushuntirilgan. Yig'ilgan pointlar orqali esa reward bo'limida standart va premium tariflari uchun qancha chegirmalar yutib olishingiz mumkinligi ko'rsatilgan. Ilova sizni har kuni praktis qilganingizdan tortib, nechta do'stingizni taklif qilganingiz va ular ilovadan qanchalik faol foydalanayotganigacha mukofotlaydi. Shuning uchun ushbu bo'limlarni chuqur o'rganib chiqing va chegirmalarga ega bo'ling. Do'stlaringizni profil bo'limida joylashgan maxsus havola yuborish orqali taklif qilishingiz mumkin. Xullas, tartib bilan shug'ullaning, lug'at va namunalardan foydalanib, kuniga 15 daqiqa vaqtingizni kamida ajratishingiz kerak. Shunda natija sizni uzoq kuttirmaydi. Ilovadan hoziroq foydalanib ko'rish uchun pastdagi havola orqali o'ting. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz.